Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugungi ma'lumot barcha pensionerlarga, pensiya yoshiga yaqinlashayotgan fuqarolarga, ota-onasi yoki bobosi buvisi pensiya olayotgan oilalarga bevosita tegishli. Men hozir aytadigan gaplarimni e'tiborsiz qoldirmang. Chunki bitta noto'g'ri qadam, bitta hujjatdagi xato yoki bitta arizani vaqtida topshirmaslik pensiya miqdoriga, qo'shimcha to'lovlarga yoki pulning kechikishiga sabab bo'lishi mumkin. Agar siz pensiya olsangiz, yaqinlaringizdan pensioner bo'lsa yoki tez orada pensiyaga chiqishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, videoni oxirigacha diqqat bilan ko'ring. Men bugun oddiy tilda tushuntiraman. Avval tartib qanday edi? Hozir nimalarga alohida e'tibor berish kerak? Kim xavotir olishi kerak? Kim tinch bo'lishi mumkin? Qaysi holatlarda pul kamayishi yoki to'xtab qolishi mumkin? Va eng muhimi, pensioner hozir amalda nima qilishi kerak? Kanalga hoziroq obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar vaqtida eshitilsa foyda beradi. Kech eshitilsa odam ovora bo'ladi. Men esa sizga aynan shunday ovora bo'lishning oldini olish uchun batafsil tushuntirib beraman. Ko'pchilik pensionerlar bir narsadan xavotirda. Pensiyam o'z vaqtida tushadimi? Qayta hisob-kitob bo'ladimi? Stajim to'g'ri inobatga olinganmi? Qo'shimcha pul olishim kerak emasmidi? Bank kartam, yashash joyim yoki hujjatimdagi o'zgarishlar pensiyaga ta'sir qiladimi? Mana shu savollar bugun juda dolzarb. Oldin ko'p jarayonlar, qog'oz hujjatlar, arxiv ma'lumotlari, ish joyidan olingan ma'lumotnomalar orqali yuritilar edi. Fuqaro pensiyaga chiqmoqchi bo'lsa, u ko'pincha o'zi ishlagan tashkilotlarni qidirar, kadrlar bo'limidan ma'lumotnoma olar, eski mehnat daftarchasidagi yozuvlar to'g'riligini tekshirtirar, ba'zan arxivga borar edi. Agar korxona yopilgan bo'lsa, nomi o'zgargan bo'lsa yoki hujjatlar yo'qolgan bo'lsa, odamning ishi qiyinlashardi. Natijada ayrim fuqarolarning haqiqiy ish staji to'liq hisobga olinmasdi yoki pensiya tayinlash cho'zilib ketardi. Hozir esa tizim bosqichma-bosqich elektronlashib bormoqda. Bu yaxshi tomoni bilan qulay. Ma'lumotlar tezroq tekshiriladi, ayrim hujjatlar idoralararo almashinadi. Fuqaro oldingidek ko'p eshikma-eshik yurmasligi kerak. Lekin bu jarayonning ikkinchi tomoni ham bor. Elektron bazada ma'lumot noto'g'ri bo'lsa, ism familiyada farq bo'lsa, pasport yoki ID karta ma'lumotlari yangilanmagan bo'lsa, bank rekvizitida muammo chiqsa, pensiya to'loviga kechikishi yoki qayta tekshiruvga tushishi mumkin. Men ekspert sifatida buni doim ta'kidlayman. Pensioner uchun eng xavfli holat bu. Hammasi avtomatik bo'lsa kerak deb o'tirish. Ko'p narsa avtomatlashtirilmoqda. Lekin sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz, ish stajingiz, nafaqa turi, imtiyozlaringiz, bank kartangiz va yashash manzilingiz to'g'ri kiritilmaganini tekshirish juda muhim. Avvalo, kimlar bu masalaga jiddiy qarash kerakligini aniq qilib aytaman. Birinchi navbatda pensiyasi yaqinda tayinlanganlar. Agar siz oxirgi 1 yil ichida pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, sizning hujjatlaringiz yangidan shakllangan bo'ladi. Bu paytda ish staji, o'rtacha ish haqi, imtiyozli davrlar, bolalar parvarishi bilan bog'liq davrlar, harbiy xizmat, o'qish yoki boshqa asoslar to'g'ri kiritilganmi? Albatta tekshirish kerak. Masalan, bir fuqaro 30 yil ishlagan, lekin elektron bazada faqat 24 yil ko'ringan bo'lishi mumkin. Sababi oddiy. U ishlagan eski korxona yopilgan, ma'lumotlar arxivga topshirilgan. Arxivdan esa hali to'liq raqamlashtirilmagan. Agar fuqaro mayli, qancha chiqsa shu deb qo'l siltasa, har oy kamroq pensiya olishi mumkin. Faraz qilaylik, to'liq staj hisobga olinganda pensiya 20 million tekis ming so'm bo'lishi kerak. Lekin ayrim yillar kirmagani uchun 20 million ming so'm tayinlandi. Bu farq oyiga 2 ming so'm, bir yilda 3 million so'm degani. Pensioner uchun bu juda katta pul. Ikkinchi guruh hali ham ishlayotgan pensionerlar. Ba'zi pensionerlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishda davom etadi. Bu holatda ish joyi, rasmiy daromad, mehnat shartnomasi va badallar masalasi muhim. Agar ishlayotgan pensionerning ma'lumotlari tizimda noto'g'ri aks etsa, keyingi qayta hisoblash yoki qo'shimcha stajni tan olishda muammo bo'lishi mumkin. Shuning uchun men ishlayotgan pensionerlarga maslahat beraman. Ish beruvchingiz sizni rasmiy ravishda yurityaptimi? Ish haqi hisoboti to'g'ri topshirilyaptimi? Soliq va ijtimoiy to'lovlar ma'lumotida xato yo'qmi? Buni e'tibordan chetda qoldirmang. Uchinchi guruh nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotganlar. Bu toifadagi to'lovlardan muddat, tibbiy xulosa, oilaviy holat, o'qish holati.
qaramog'idagi shaxslar bo'yicha ma'lumotlar katta ahamiyatga ega. Masalan, farzand boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan bo'lsa va u kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, o'qish haqida ma'lumot vaqtida tasdiqlanishi kerak. Aks holda to'lov vaqtincha to'xtashi yoki qayta tekshiruvga tushishi mumkin. Bu yerda gap faqat pul haqida emas, odamning oyma-oy rejasiga bog'liq masala haqida ketyapti. 4-guruh manzilni o'zgartirgan pensionerlar. Ko'pchilik o'ylaydi, men boshqa tumanga ko'chdim, lekin kartamga pul tushaveradi-ku. Ha, ko'pincha tushaveradi. Lekin rasmiy yashash manzili, mahalla ma'lumoti, tuman bo'yicha pensiya bo'limi, ijtimoiy himoya bilan bog'liq xizmatlar bir-biriga ulanadigan holatlar bor. Ayniqsa qo'shimcha yordam, kompensatsiya, subsidiya, tibbiy yoki ijtimoiy xizmatlardan foydalanishda manzil ma'lumotining to'g'riligi muhim. 5-guruh hujjatida ism familiya o'zgarganlar yoki eski pasportdan ID kartaga o'tganlar. Masalan, ayol kishi turmushga chiqqan, familiyasi o'zgargan, lekin mehnat daftarchasida eski familiyasi qolgan yoki bir hujjatda Gulnora, boshqasida Gulnara deb yozilgan. Bunday mayda ko'ringan farqlar pensiya ishida katta savol tug'dirishi mumkin. Mutaxassis uchun bu shaxs bir xilmi yoki boshqa odammi degan tekshiruvni talab qiladi. Shu sababli har bir hujjatdagi yozuvlar bir-biriga mos bo'lishi kerak. Endi kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning pensiyangiz yillar davomida muntazam tushayotgan bo'lsa, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, shaxsiy ma'lumotlaringiz o'zgarmagan bo'lsa, qo'shimcha imtiyoz da'vo qilmayotgan bo'lsangiz va pensiya jamg'armasi yoki tegishli idoralardan hech qanday xabar kelmagan bo'lsa, vahimaga tushish kerak emas. Lekin bu umuman tekshirmang degani emas. Men bunday pensionerlarga ham yiliga kamida bir marta ma'lumotlarni tekshirtirib qo'yishni tavsiya qilaman. Aniq hayotiy misol keltiraman. Otaxon 6 yoshda pensiyasini har oy kartaga oladi. U 1990 yillarda bir zavodda 8 yil ishlagan, keyin boshqa tashkilotga o'tgan. Pensiya tayinlanganda u eski zavod davri kiritilgan deb o'ylagan. Oradan vaqt o'tib farzandi hujjatlarini ko'rib, mehnat daftarchasidagi yozuv bilan pensiya hisobidagi staj farq qilayotganini sezadi. So'rab berilgandan keyin arxivdan ma'lumot topiladi va pensiya qayta hisoblanadi. Natijada otaxonning oylik pensiyasi oshadi. Agar bu tekshiruv qilinmaganda, u yana necha yil kamroq pul olgan bo'lardi. Yana bir misol. Onaxon bank kartasini almashtirgan, lekin yangi karta rekvizitlari bo'yicha ma'lumotni vaqtida tasdiqlamagan. Pensiya kuni kelganda pul tushmaydi. Onaxon darhol pensiyani to'xtatishdi deb xavotirga tushadi. Aslida sabab bank ma'lumotlaridagi texnik uzilish yoki rekvizit yangilanmagani bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda birinchi qadam bankka va pensiya bo'limiga murojaat qilish. To'lov qaytganmi yoki navbatdagi to'lovga o'tganmi degan savolni aniqlashtirishdir. Raqamlar bilan tushuntirsam, har oy 2.400.000 so'm pensiya oladigan kishi uchun 3 kunlik kechikish ham katta muammo. Chunki ko'p pensiyalar to'g'risida kommunal to'lovini, oziq-ovqatini aynan pensiya tushadigan kunga rejalashtiradi. Shuning uchun pensionerning bank kartasi muddati tugamayaptimi? Telefon raqami bankka ulanganmi? SMS xabarnoma ishlayaptimi? Karta bloklanmaganmi? Bularning hammasi amaliy jihatdan juda muhim. Endi istisnolar. Yashirin muammolar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, pensiya har doim faqat yoshga qarab belgilanmaydi. Pensiya miqdoriga ish staji, rasmiy daromad, qonunda belgilangan minimal talablar. Ayrim imtiyozli davrlar, ish sharoiti va boshqa omillar ta'sir qiladi. Ba'zan odam qo'shnim mendan ko'p oladi, nega deb hayron bo'ladi. Javob juda oddiy bo'lishi mumkin. Qo'shnining rasmiy ish haqi yuqori bo'lgan, staji ko'proq bo'lgan yoki hujjatlari to'liq tasdiqlangan. Ikkinchi nozik jihat, og'zaki gapga ishonib qolmaslik kerak. Falonchi aytdi, endi hammaning pensiyasi bir xil oshar ekan. Barcha pensionerlarga qo'shimcha pul berilar ekan. Ariza yozmasi pensiya to'xtar ekan kabi gaplar tez tarqaladi. Men bunday xabarlarga ehtiyot bo'lishni so'rayman. Har qanday muhim yangilikni rasmiy manbadan pensiya jamg'armasi, davlat xizmatlari markazi, mahalla yoki vakolatli tashkilot orqali tekshirish kerak. Telegramdagi noma'lum kanal yoki qo'shnining eshitgan gapi asosida hujjat topshirish yoki bank ma'lumotini kimgadir berish xavfli. Uchinchi nozik jihat, firibgarlik. Pensionerlar ko'pincha ishonuvchan bo'ladi. Ayniqsa sizga qo'shimcha pul chiqarib beramiz, pensiyangizni oshirib beramiz,
kartangizga kompensatsiya tushiramiz degan gaplar bilan aldashadi. Hech qachon bank kartangiz raqamini, amal qilish muddatini, SMS kodini, PIN kodini, pasport nusxasini begona odamga yubormang. Rasmiy xodim hech qachon sizdan SMS kod so'ramaydi. Agar kimdir telefon qilib, hozir kodni ayting. Bo'lmasa pensiyangiz to'xtaydi desa, bilingki, bu juda katta ehtimol bilan firibgarlik. 4-jihat, ortiqcha to'lov masalasi. Ba'zan fuqaro biror holat o'zgarganini vaqtida xabar qilmaydi. Masalan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan, farzand o'qishni tashlagan, lekin bu haqida ma'lumot berilmagan yoki nogironlik guruhi bo'yicha muddatli xulosa tugagan, lekin qayta ko'rikdan o'tish kechikkan. Bunday holatda bir necha oy to'lov davom etib ketishi mumkin. Keyin tekshiruvda ortiqcha to'lov aniqlansa, uni qaytarish talabi qo'yilishi ehtimoli bor. Shuning uchun davlat baribir bilmaydi deb o'ylash noto'g'ri. Hozir tizimlar bir-biriga ulanib bormoqda. Ma'lumotlar ertami-kechmi solishtiriladi. 5-jihat ishonchnoma orqali pensiya olish. Ba'zi pensionerlar betobligi, nogironligi yoki uzoqda yashashi sababli pensiyani farzandi yoki boshqa yaqinga ishonchnoma orqali oldiradi. Bu qonuniy tartibda rasmiylashtirilsa mumkin. Lekin ishonchnoma muddati, vakolat doirasi va hujjatning haqiqiyligi muhim. Agar ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, bank yoki tegishli tashkilot pul berishni rad etishi mumkin. Shuningdek, pensioner o'z pulining qanday ishlatilayotganini nazorat qilishi kerak. Afsuski, hayotda farzandi yoki qarindoshi pensionerning pulini olib, o'z ehtiyojiga sarflab yuboradigan holatlar ham uchraydi. Bu faqat oilaviy masala emas, huquqiy masala hamdir. 6-jihat, chet elga chiqish yoki uzoq muddat boshqa joyda yashash. Agar pensioner uzoq muddat boshqa davlatga ketayotgan bo'lsa, pensiya to'lovi tartibi. Bank kartasidan foydalanish, shaxsni tasdiqlash va murojaat qilish imkoniyatlarini oldindan aniqlab olish kerak. Chunki ayrim holatlarda shaxsiy ishtirok, hujjat yangilash yoki bank amaliyoti zarur bo'lib qoladi. Chet elda turib muammoni hal qilish esa ancha qiyin. 7-jihat, pensiya oshishi bilan bog'liq kutishlar. Har safar pensiya oshirilishi haqida xabar chiqqanda odamlar mening pensiyam qancha bo'ladi deb so'raydi. Bu yerda ham tushunish kerak. Oshirish tartibi umumiy foiz yoki belgilangan miqdor bo'yicha bo'lishi mumkin. Lekin yakuniy summa har bir odamda turlicha ko'rinadi. Kimdir 1,5 ming so'm ko'proq oladi, kimdir 2,20 ming so'm. Sababi boshlang'ich pensiya miqdori, qo'shimcha to'lovlar va boshqa tarkibiy qismlar farq qiladi. Shuning uchun boshqalarning summasiga qarab o'zingizni solishtirib xavotirga tushmang. Avval o'z hisobingizni tekshirtiring. 8-jihat, minimal pensiya va qo'shimcha ijtimoiy yordamlarni aralashtirib yubormaslik. Pensiya bu bir to'lov, ijtimoiy yordam yoki kompensatsiya boshqa to'lov bo'lishi mumkin. Ba'zi odamlar qo'shnimga yana pul berishdi, menga nega yo'q deydi. Ehtimol qo'shni ham ta'minlangan oila ro'yxatida turar, nogironligi bo'yicha qo'shimcha yordam olar, parvarish pul olayotgan bo'lar yoki mahalla orqali boshqa dasturga kiritilgan bo'lar. Har bir to'lovning alohida sharti bor. Shu sababli o'zingizga tegishli imkoniyatlarni alohida so'rab aniqlashtirish kerak. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Hozir pensiya nima qilish kerak? Men sizga bosqichma-bosqich aytaman. 1-qadam, hujjatlaringizni tartibga keltiring. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya oid ma'lumot, mehnat daftarchasi, ish stajini tasdiqlovchi ma'lumotnomalar, harbiy xizmat hujjatlari, nikoh yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, bank karta ma'lumotlari alohida papkada tursin. Agar hujjatlar eski, yirtilgan yoki o'qib bo'lmaydigan bo'lsa, nusxa oldiring. Kerak bo'lsa notarial tartibda tasdiqlatish masalasini so'rang. 2-qadam, pensiya hisobingizni tekshirtiring. Buning uchun hududingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga, davlat xizmatlari markaziga yoki mavjud elektron xizmatlar orqali murojaat qilishingiz mumkin. Murojaat qilganda oddiy qilib shunday deysiz: mening pensiyam tayinlanishda ish stajim, ish haqi davrlarim va qo'shimcha imtiyozlarim to'liq hisobga olinganmi? Hisobga olinganmi? Tekshirib berishingizni so'rayman. Agar og'zaki javob bilan cheklanib qolishni istamasangiz, yozma ariza qoldiring. Yozma murojaatning afzalligi shundaki, unga rasmiy javob beriladi. 3-qadam, bank kartangizni tekshiring. Karta muddati qachon tugaydi? Karta faolmi? Telefon raqamingiz bank tizimida to'g'rimi? SMS xabarnoma ishlayaptimi? PIN kodni o'zingiz bilasizmi? Kartani boshqa odam ishlatmayaptimi? Bularni aniqlang. Agar karta yo'qolgan bo'lsa,
darhol banka murojaat qilib blok qildiring. Agar pensionerning o'zi banka bora olmasa, qonuniy vakil yoki ishonchnoma tartibini rasmiylashtirish kerak. 4-qadam, shaxsiy ma'lumotlaringizni solishtiring. Pasportdagi ism, familiya, otasining ismi mehnat daftarchasida, nikoh guvohnomasida. Pensiya hujjatlarida bir xil yozilganmi? Tug'ilgan sana to'g'rimi? JSH raqami noto'g'ri kiritilmaganmi? Bitta harfdagi farq ham keyinchalik muammo tug'dirishi mumkin. Agar xato topsangiz, uni keyin qilaman deb qoldirmang. Tegishli idoraga murojaat qilib tuzatish tartibini so'rang. 5-qadam, agar pensiyangiz kam deb hisoblasangiz, dalil bilan murojaat qiling. Faqat meniki kam deyish yetarli emas. Sizda qo'shimcha ish stajini ko'rsatuvchi hujjat, arxiv ma'lumoti, ish haqi haqida ma'lumotnoma yoki mehnat daftarchasidagi yozuv bo'lsa, shularni asos qilib ariza yozing. Arizada kimga murojaat qilayotganingizni, o'zingizning ishish, pasport ma'lumotlari, telefon raqamingiz, pensiya turi va talabingizni aniq yozing. Masalan, pensiyamni tayinlashda 1995-1992 yillardagi ish stajim hisobga olinmagan deb hisoblayman. Ushbu davr bo'yicha arxiv ma'lumotini ilova qilaman va pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman. 6-qadam, agar pul tushmasa vahimaga tushmang, tartib bilan tekshiring. Avval bank ilovasi yoki bankomat orqali karta holatini ko'ring. Keyin bankka qo'ng'iroq qiling yoki filialga boring. Agar bankda muammo yo'q desa, pensiya jamg'armasi bo'limidan to'lov yuborilmaganini so'rang. Ba'zan to'lov yuborilgan bo'ladi, lekin bank tomonidan qaytgan bo'ladi. Ba'zan to'lov sanasi dam olish kuniga to'g'ri keladi. Ba'zan karta rekviziti yangilanishi kerak bo'ladi. Har bir holatda sababni aniqlash kerak. Taxmin bilan xulosa qilish kerak emas. 7-qadam, firibgarlardan himoyalaning. Men yana takrorlayman. SMS kodini hech kimga aytmang. Bank kartangizni rasmiga olib yubormang. Pensiyangizni oshirib beraman degan begona odamga pul bermang. Rasmiy to'lovlar uchun odatda noqonuniy xizmat haqi talab qilinmaydi. Agar kimdir sizdan pul so'rab, ichkaridan hal qilib beraman desa, bu juda shubhali. Bunday vaziyatda yaqinlaringiz bilan maslahat qiling yoki rasmiy idoraga qo'ng'iroq qiling. 8-qadam, yaqinlaringizga ham yordam bering. Ko'p otaxon, onaxonlar elektron xizmatlardan foydalanishni bilmaydi. Bank ilovasini ocha olmaydi. Ariza yozishda qiynaladi. Agar siz farzand, nabira yoki qo'shni sifatida yordam bera olsangiz, ularning hujjatlarini tartibga solishga ko'maklashing. Lekin yordam berayotganda ularning roziligisiz puliga aralashmang, kartasini o'zingizda olib yurmang. Shaxsiy kodlarini bilishga urinmang. Yordam halol va ochiq bo'lishi kerak. 9-qadam, har bir murojaatni qayd qildiring. Agar idoraga borsangiz, arizangiz qabul qilinganini tasdiqlovchi raqam yoki belgi oling. Agar elektron murojaat yuborsangiz, murojaat raqamini saqlab qo'ying. Agar telefon orqali gaplashsangiz, qaysi tashkilotga, qaysi sanada murojaat qilganingizni yozib boring. Bu keyin masalani kuzatishda yordam beradi. 10-qadam, pensiya huquqingizni biling, lekin asabiylashmasdan talab qiling. Ba'zan odamlar idoraga borib jahli chiqadi, xodim bilan tortishadi. Natijada masala yanada cho'ziladi. Men tavsiya qiladigan yo'l boshqacha. Hujjat bilan boring. Savolingizni aniq ayting, javobni yozma so'rang, muddatini biling. Agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi tashkilotga yoki qonunda belgilangan tartibda shikoyat qilish mumkin. Eng kuchli pozitsiya bu baqirish emas, hujjatli va tartibli talab qilishdir. Bugungi mavzuning asosiy ma'nosi shuki, pensionerlar hozir o'z hujjatlari, pensiya hisobi, bank kartasi va shaxsiy ma'lumotlarni befarq qoldirmasligi kerak. Pensiya o'z vaqtida va to'g'ri miqdorda tushishi uchun tizimdagi ma'lumotlar ham to'g'ri bo'lishi shart. Ish staji to'liq kiritilganmi? Hujjatlarda xato yo'qmi? Karta faolmi? Qo'shimcha imtiyozga asos bormi? Bularni tekshirish har bir pensionerning manfaatiga xizmat qiladi. Men sizga vahima qilishni emas, hushyor bo'lishni maslahat beraman. Agar hammasi joyida bo'lsa, ko'nglingiz xotirjam bo'ladi. Agar xato topilsa, uni vaqtida tuzatib, o'zingizga tegishli pulni qonuniy tartibda olishingiz mumkin bo'ladi. Sizning pensiyangizda kechikish bo'lganmi? Ish stajingiz to'liq hisoblanganmi? Qo'shimcha pul yoki qayta hisob-kitob bo'yicha murojaat qilganmisiz? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Chunki boshqa pensionerlar ham sizning tajribangizdan foyda olishi mumkin. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangizga, qo'shnilaringizga, pensioner tanishlaringizga albatta yuboring. Bu oddiy video emas,
bu ko'pchilikning oylik daromadi va xotirjam hayotiga ta'sir qiladigan muhim eslatmadir.